Do'stlar, ikkinchi savol. Kam harakat kasbiga yosh ayol, bo'yi 1.6, og'irligi 50 kilogramm, shifokor tavsiya qilgan mashqlarni bajarmayapti. Ovqatlanish bo'yicha anamnez kuniga o'rtacha 100 gramm uglevod, 20 gramm oqsil va 40 gramm yog'dan iborat taom qabul qilyapti ekan. Shu ayolning TVI bo'yicha qaysi klassifikatsiyaga mansubligini aniqlang deyapti ekan. Shu biz bilamiz, TVI bu tana vazn indeksi hisoblanadi. Bunda topish formulasi bo'ladi. Vaznni tepaga va bo'yning kvadratini pastga yozamiz. Bu ayolning bo'yi 1.6 ekan va og'irligi 50 kilogramm ekan. 50 da 1.6 ga bo'lgandik do'stlar, ya'ni 50 taqsim 1.6 kvadratga bo'lganimizda 19,53 chiqdi. Mana shu kelib chiqqan raqam TVI ko'rsatkichi hisoblanadi. Endi aytayotganki, TVI ko'rsatkichi bo'yicha qaysi klassifikatsiyaga, ya'ni qaysi guruhga mansubligini aniqlang deyapti do'stlar. Biz bilamiz, 18,5 dan 24,9 gacha bu norma hisoblanadi. 19 dan o'tgandan so'ng shu birinchi semizlik boshlanadi. Undan uyog'iga ham ketaveradi. Demak, javobimiz 19,53 chiqqanligi uchun norma hisoblanar ekan, chunki norma 24,9 gacha ekan. Endi bu bemorga biz qanaqa tavsiyalar beramiz deydigan bo'lsak, bu odamda agarda aytayotganki 100 gramm uglevod, 20 gramm oqsil iste'mol qilyapti ekan, bu jami kunlik kaloriya 8400 ni tashkil qilyapti ekan, shu uchala mahsulotni qo'shganimizda. Lekin bizda normada 1200-1300 kilokaloriya bo'lishi kerak. Bu asosiy modda almashinuvi miqdori. Endi tavsiya beramiz, bular oqsillar yetishmovchiligi, ya'ni oqsillar defitsitini kuzatilmasligi uchun mana bu yerda 20 gramm ekan-ku, shuni normaga yetkazishimiz uchun 50 gramm yeyish kerak. Chunki uni tarkibida muhim bo'lgan aminokislotalar mavjud va bular mushaklar atrofiyasini xavfini kamaytirishga yordam beradi va mushak massasiga, chunki bu odam oz iste'mol qilsa tana vazn ozg'inlashadi. Shuning uchun mushaklar massasini yo'qolishi mumkin. Shuning uchun ham tavsiya qilinadi. Tavsiyalarga keldik. Bu kaloriya va oqsillarni oshirish va yengil jismoniy mashqlar. Aytib o'tdik-ku, shifokor tavsiya qilgan jismoniy mashqlarni bajarmayapti ekan. Shularni nazoratga olishimiz kerak do'stlar.